Hodisalarni ko'rishda davom etamiz. Ikkinchi hodisa turi bu kimyoviy hodisalardir. Xo'sh, kimyoviy hodisalar nima? Kimyoviy hodisa moddalarning bir-biri bilan reaksiyaga kirishib, butunlay yangi modda hosil bo'lishiga olib keladigan jarayonlardir. Demak, kimyoviy hodisaning fizik hodisadan asosiy farqi shundaki, modda yangi paydo bo'ladi. A moddadan B modda paydo bo'ladi. Tushunarli, fundamental farq shu yerda. Demak, bu hodisa vaqtida moddaning tarkibi o'zgaradi. Atomlar o'zgarib ketmaydi. Biling, misol nechta kislorod atomi reaksiyaga kirishayotgan bo'lsa, shuncha kislorod atomi hosil bo'ladi. Lekin tarkib o'zgaradi. Tarkib o'zgaradi. Kimyoviy hodisalar kimyoviy reaksiyalar deb ataladi. Kimyoviy reaksiyaning asosiy belgilari bor. Ya'ni kimyoviy reaksiya sodir bo'lganini, boshqacha qilib aytganda, kimyoviy hodisa sodir bo'lganining asosiy belgilari quyidagilar. Birinchisi issiqlik ajralishi. Misol uchun, issiqlik hattodan ziyod ko'p ajralib ketsa yoki umuman ajraladigan bo'lsa issiqlik, siz biling bu yerda kimyoviy reaksiya sodir bo'lyapti. Fizik jarayon emas. Odatda, ko'p holatda. Misol uchun yonish reaksiyasida bilasiz, issiqlik katta miqdorda ajraladi. Keyingisi bu yorug'lik ajralishi. Misol uchun, bu ham yonish reaksiyasida ko'pincha yorug'lik ajraladi. O'zi yonish reaksiyasi bu yorug'lik va issiqlik energiyasi ajralishi bilan boradigan reaksiyalar yonish reaksiyalari deb ataladi. Xo'p, endi albatta bu yerda siz aytishingiz mumkin. Demak, yorug'lik ajralishi deganda svetning yonishi ham kimyoviymi desa, yo'q, bu kimyoviy emas, svetning yonishi fizik hisoblanadi. Bu yerda shunchaki elektr energiyasi kimyoviy yorug'lik energiyasiga aylanyapti. Lekin o'sha svetingizni lampangiz kuyib qolish jarayoni bu kimyoviy hisoblanadi. Keyingisi rang o'zgarishi, misol uchun zanglash. Rang o'zgardi degani boshqa modda hosil bo'ldi degani, boshqa modda hosil bo'ldi degani kimyoviy reaksiya sodir bo'ldi degani. Navbatdagisi ta'm o'zgarishi, misol uchun kartoshka pishishi. Pishmagan kartoshkani ta'mini o'ylaymanki bir marta bo'lsa ham tatib ko'rgansiz, qiziqish uchun bo'lsa-da, endi pishgan kartoshkani bilasiz. Ta'mni farqi bormi? Bu degani modda o'zgardi. Moddaning xossasi ta'm edi, to'g'rimi? Ya'ni bir modda ikkinchi moddadan farq qiladigan belgisi xossa edi. Xossaga misol ta'm edi. Ta'm o'zgardimi? Demak, yangi moddaga aylandi degani. Yangi moddaga aylandimi, bu kimyoviy reaksiya sodir bo'ldi degani. Ko'ryapsizmi? O'tgan darslarimiz bilan mantiqiy bog'liqlikni hosil qiling. Xuddi shunday mana shu aytganimizda rangga ham moslasangiz bo'ladi. Hop, navbatdagisi gaz ajralishi, misol uchun xamirning yetilishi. Buni mohiyatini tushuntirib berganmiz vaqtida. Keyingisi cho'kma hosil bo'lishi, misol uchun sutning kesilishi yoki kimyoviy reaksiyalarga ikkita moddani qo'shasiz, tiniq moddani, tiniq suyuqliklarni qo'shasiz, tap-etib ko'z oldingizga cho'kma tushadi. Pastga yirmaydigan modda hosil bo'lib qoladi. Ana bu reaksiyalar ham birdaniga bilishingiz mumkinki, demak, kimyoviy reaksiya sodir bo'lganini. Biz ko'rganlarimiz mana shu kimyoviy reaksiyalar yoki kimyoviy hodisalarning boshlanish shartlari bor. Qachon kimyoviy reaksiya sodir bo'ladi? Fizik jarayon tushunarli, qanaqadir tashqi kuch kerak. Misol uchun, shishani maydalash uchun siz qo'lingizga bolg'oq maydalashingiz kerak. Bu tashqi kuch. Biz ularga to'xtalib o'tirmaymiz. Bizni o'rganayotgan fanimiz kimyo bo'lgani uchun va kimyoviy hodisalarni nima qilsak boshlanadi, nima qilsak amalga oshadi. Mana shuni ichki taraflama ko'rib o'tishimiz kerak. Demak, kimyoviy reaksiyaning boshlanish shartlari. Birinchisi zarrachalar to'qnashuvi. Har qanday kimyoviy reaksiya sodir bo'lish uchun modda zarrachalari bir-biri bilan to'qnashishi zarur. Bu narsani unutmang. Biror bir reaksiya sodir bo'lmaydi agar modda zarrachalari to'qnashmasa. Misol uchun tasavvur qiling, mana shu ikkita molekula bor, mana qizil va yashil. Biri bu tarafga ketyapti, biri esa mana bu tarafga ketyapti. Bular hech qachon biling, bular murod maqsadiga yetmaydi. Hech qachon uchrashmaydi bular. Yoki yaqindan o'tib ketsa ham bo'lmaydi. Tushunyapsiz? Ikkalasi to'qnashsagina qanaqadir kimyoviy reaksiya sodir bo'ladi. Demak, mana shu shart bajarilmasa birorta kimyoviy reaksiya sodir bo'lmaydi. Ikkinchi shart tashqi energiya ta'siri. Ko'plab reaksiyalarni boshlash uchun tashqi energiya kerak bo'ladi. Tashqi energiya issiqlik ko'rinishida bo'lishi mumkin, yorug'lik ko'rinishida bo'lishi mumkin.
yoki qanaqadir mexanik ta'sir, misol maydalashingiz kerakdir reaksiya sodir bo'lishi uchun va hokazo. Mana shunaqa tashqi energiya ham kerak bo'ladi. Bu ba'zi reaksiyalar bormaydi-da. Mana oddiy har bir to'qnashuv ham biling, reaksiya sodir bo'lishiga olib kelmaydi. To'qnashadi modda, lekin reaksiya sodir bo'lmaydi. Mana bu holatda siz tashqi energiya berishingiz kerak reaksiya sodir bo'lishi uchun. Bu hamma butun boshli kimyo reaksiyalarga shart emas, ba'zilariga, ko'prog'iga shunaqa. Xo'p. Uchinchisi, uchinchi modda ishtiroki. Ba'zi reaksiyalar boshqa modda ishtirokida boshlanadi yoki tezroq sodir bo'ladi. Misol uchun, alyuminiy va yod aralashmasi faqat suv ta'sirida reaksiyaga kirishadi. Misol, alyuminiy va yod aralashmasiga bir tomchi suvni tomizadigan bo'lsangiz, reaksiya shiddat bilan kechadi. Shuni tomizmasangiz shu bo'lmaydi. Mana shu reaksiya ketmay turadi. Tushunyapsizmi? Yoki vodorod peroksid parchalanish reaksiyasi katalizator marganis to'r oksid ishtirokida tez sodir bo'ladi. Reaksiyadan sekin qizdirsangiz sekin kislorod ajralib turadi. Mana bu qora rangli marganis to'r oksiddan ozgina tashlab yuborsangiz probirkaga vijillab ko'rasiz, tezda kislorod ajralib chiqishini. Mana shu yerda marganis to'r oksid yoki alyuminiy va yod aralashmasi ishtirokidagi reaksiyadagi suv bu yerda katalizator deb ataladi. Katalizator bu reaksiya tezligini oshiradigan, lekin o'zi reaksiyada sarflanmaydigan moddalardir. Katalizatorlar reaksiyada ishtirok etadi, lekin reaksiya oxirida yana qayta o'zini tiklab oladi, natijada sarflanmaydi. 10 gram katalizator olsangiz, reaksiya yakunida ishtirok etadi, yana o'zi tiklanib oladi, yana qayta chiqadi. 10 gramligicha qoladi. Agar 10 gramingiz 8 gram bo'lib qolsa, u katalizator nomiga dog' tushiradi. Ya'ni u katalizator hisoblanmaydi. Navbatdagi hodisa turi bu siz uchun yangilik, yadroviy hodisalar. Yadroviy hodisalar nima? Bu atom yadrosida sodir bo'ladigan o'zgarishlar bo'lib, bunda yadrolar parchalanadi yoki birikadi. Natijada yangi elementlar yoki izotoplar hosil bo'ladi. Yadroviy jarayonlarda katta miqdordagi energiyaning ajralishi yoki yutilishi kuzatiladi. Misol uchun, uran yadrosining parchalanishi. Uranni neytron bilan bombardimon qilinsa, bariy, kripton, neytron va energiya hosil bo'lyapti. E'tibor bering, uran edi va neytron edi. Uranga neytron yubordik. Bariy bilan kripton bo'lyapti, hosil bo'lyapti. Kimyoviy, nima uchun buni kimyoviy reaksiyaga kiritmayapmiz? Chunki kimyoviy reaksiyaga urandan uran hosil bo'ladi. Urandan hech zamonda bariy, kripton hosil bo'lmaydi. Farq shunda. Fizik jarayondagi umuman o'zgarmaydi. Modda tarkibi o'zgarmaydi. Kimyoviy jarayonda modda tarkibi o'zgaradi, lekin atomlar saqlanadi. Faqat o'zgarish molekula tarkibida bo'ladi. Tushunarli? Yadroviy reaksiyada yangi element hosil bo'ladi. Yangi element hosil bo'lishi uchun nima o'zgarishi kerak? Yadro zaryadi o'zgarishi kerak. Ya'ni yadroni tarkibi o'zgarishi kerak, protonlar soni. Bunday jarayonlar yadroviy hodisalar deyiladi. Bu na kimyoviga o'xshaydi, na fizikka o'xshaydi. Shu uchun alohida yadroviy hodisalar sifatida o'rganiladi. Lekin ba'zilarini yadroviy hodisalarni fizik hodisalarga kiritib ketganini ham ko'rishingiz mumkin, lekin bu ilmiy jihatdan noto'g'ri hisoblanadi. Xo'p, yoki vodorod yadrolarining qo'shilishi, ya'ni quyoshdagi yadroviy sintez. Misol uchun, mana H2 va H3 D3 bilan tritiy birikib, geliy bilan neytron hosil qilyapti va energiya ajralib chiqyapti. Mana o'sha jarayonda tasviri. Mana D3 yadrosi bilan mana e'tibor bering. D3 da bitta neytron, bitta proton bor. Tritiyda ikkita neytron, bitta proton bor. Bu ikkalasi qo'shilyapti. Mana qo'shildi. Qo'shilgan vaqtida endi bu zarrachalarni, ko'proq zarrachalarni bir joyga tutib turish uchun mana neytron soni ortib ketyapti. Bitta neytron otilib chiqib ketadi mana bu yerga va mana bu yerdan ortiqcha energiya ham chiqib ketib, mana geliy yadrolari hosil bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Quyoshda mana shu reaksiyalar sodir bo'ladi. Hali siz bilan yadro reaksiyalari mavzusida batafsil bular haqida to'xtalib o'tamiz.